Assalomu alaykum. Qadrli do'stlar, yaxshimisizlar? Mana xudo xolasa dorilash jarayonini boshladik. Topaz degandi, hali 20 litrga shu 10 gramdan berdimi, 20 gramdan berdimi, aniq esimda yo'q. Shuni tavsiya qilishdi, mana sepyapmiz. Mana uzumlarimiz hozirgi holati mana. Xudo xolasa ancha-munchalik sho'r oralab qolibdi. Shuning uchun urib solib sepyapmiz dorini. Tak dehqonlar xullas mana o'zi qarang kattaligini. Asali mers tirnog'im ham oldim dedim. Mana xudo xolasa kattarishi yaxshi. Mana haligi kelin barmog'imiz. Shunaqa qadrli do'stlar, mana shunaqa qilib olib yotibmiz. Dorilash jarayoni. Keyin hali sug'orishda aytdim. Mana hali 1 kilo atrofida selitra solib, bachak qo'yib sug'ordik bu yerda. Mana haligi fotosintez jarayoni, mana bu yerda hech qanday nima yo'q. Mana qaytyapti-da. Kattalashishi yaxshi menimcha. Shundaqa uzum shaydolari. Keyin bir narsani reklama qilmoqchiman. Mana bu narsani biz uncha mensimadik. Ya'ni eng zo'r narsa shu ekan. Qarang sepishini mana. Parlab juda sepib berar ekan hali. Kachatkalikdan hali nimalar ham ichkarida yotibdi, karchirliklar. Ular uncha effekt bermadi. Mana shu qo'l bola o'zimizni mana shu nima apparatlar mana 3 ma'qulroq o'xshadi har tomonlama. Bu ham mana shu aylantirib urib berar ekan mana. Mana shu uzumlarga qarang sepishini. Juda bir chiroyli urib berar ekan. Yaxshi narsa ekan, lekin bu yerda mana rezinasi yo'q ekan, boshida rosa oqdi. Kiyali boshqa eski apparatni olib qo'ydik. Bateriya yo'q. Yaxshi sepyapti. Qadrli do'stlar, mana uzumlarimiz. Shunaqa dorilashdi, dorilaringlar. Bundan keyin xudo xolasa yana 1 hafta 10 kun o'tkazib hali Redamin Gold sepamizda. Hozir Topaz sepyapmiz. Mos bilan sepsa bo'ladi. Undan keyin hali kasilkani uchiga haligi baranaga o'xshagan narsa chiqibdi. Chapka deydi. Mana shu yerda bir lapatga go'ng ko'milgan, polniy. Suvni beramizda shuni aralashtirib tashlaymiz kasilka bilan, mata kasilka bilan. Sharbat suv bo'ladi. Undan keyin menimcha suvni to'xtatib turamiz, sharoitga qarab qo'yamiz suvni. Hammalarga alangalik salom yana bir bora. Hurmatli uzum ishqibozlar, mana ko'rinyaptim, sal sho'r oralaganda sho'r. Qarang, mana shu mers uzumlari sal oralab qolibdi mana sho'rlar. Endi xomtayda ham unaqa zo'r qo'ymaganmiz, ochamiz ekanda, значит. Ola-ko'lanka qilib ochib qo'yib, mana sug'arib, dorilab. Shunaqa, agar yaxshi mutaxassislar bo'lsa, qo'ymi kommentariyada hali maslahatni beraveringlar. Sepamiz shu dorilarni. Biz bilmagan dorilar bo'lsa, sepamiz akalar. O'zi aslida hali palak zo'r bo'lsa, o'g'it zo'r bo'lsa, bunaqa ximikat dorilar kerak emas-ku. O'tgan yili 1 marta Redamin sepganman, shu bilan pishirgan edim. Shuncha agaratga 1 qop selitra solganman go'ng bilan. Bu yil qandaydir sho'r oralab qolibdi. Nimaga ekan? Hammalarga ishlarga rivoj deyman yana bir bora. Dehqonchilikka baraka dehqonlar. Cho'ntakka baraka cho'ntakka.
mana behiga aralashib ketibdi bu yog'i ham. Bunga ham qanaqadir hali mana ochiq yerga osilayotganidan ko'tardim. Uji dog' bo'lib qolibdi bu ham. Hammanglar cho'ntakka baraka, dehqonchilikka baraka, ishinglarga rivoj. Kam bo'lmanglar. Endi dorilarishda davom etamiz, hurmatli uzum ishqibozlari. Salomat bo'linglar. Maslahatlar bo'lsa beravering. Biz ham maslahatni beramiz qo'ldan kelgancha, endi eshitganimizcha. Keyin tajriba jarayonida nima qilsak nima bo'lyapti shularni ancha-muncha mana syomka qilib ko'rsatib turamiz. Mana qarang, dorini kelib sepib qo'yibmiz, tomchilab turibdi chiroyli olib. Endi hali 5 dan keyin dorilayapmiz-da bularni. Xudo xolasa mana shu yerdan mag'i qoldi, mana ozgina. Bu yoqlar sepib bo'ldik, xudo xolasa. Hammanglarga omad, ishinglarga salomat bo'linglar. Shundaqa, shu jinday beparvolik qilsak, bu uzumlar oqib ketadi. Shuncha qilgan mehnat hali bir pul bo'ladi. Shuning uchun endi 40 ga chidagan 1-2siga ham chidaymiz, harakatni qilib boraveramiz endi. Uzum ishqibozlari mana tomosha qilib kirgan sari syomka qilgisi kelaveradi bu narsalarni. Shunaqa, hammanglarga ishinglarga rivoj yana bir bora. Salomat bo'linglar.